Mani elim, elatim, oyaginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbegim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin agar u meni kamida qardam. Salomatligi bor, oqibatda oradan odam xotirjam o'zbegim. Mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib qaror naqli xarobotlar. Devona mashoyix xatolar Ibn Sino bobolarim Hazrati Naqshband darajada ulug'lar, balogardonlar. Beradi bu iymon sirlarini bilishni istar hamon bu odam sodir. Ham noayon bardamon. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. Hamma duo qilib o'tiribdi. Makkadan hamma joydan ota-onalarimiz duo qilib o'tiribdi. Xudo xolasa hamma narsa yaxshi bo'ladi. So'chmasdan 100% bir yil o'zimizdan samaddacha qolgan Allohdan. Davlat bo'ladi. Tarix bilasizlar, bizning bobolarimiz kimlar bo'lgan. Hech qachon esdan chiqarmasin mana. Kim bo'lish qat'iy nazar hozir qarshilik. Sizlar o'zbeksizlar mana. G'urur bilan maydonga chiqib kurashing. Shunlarni tarixda bugun yaratdi. Va omad bo'ladi. Hay bo'ldi.